Keskin geosiyosiy signal: Eron AQShga qarshi yangi bosqichga tayyorlanmoqda. Ukraina asirga olingan Markaziy Osiyolik harbiylarni nega vataniga qaytarmayapti? Donald Trump keskin bayonot berdi. Eron qulash holatida ekanini tan oldi. AQShdan Hormuz bo'g'ozini ochishni so'ramoqda. Kim Chen In Ukrainadagi koreys askarlariga dahshatli buyruq berdi. Malida rossiyalik askarlar isyonchilar bilan to'qnashdi. Qurbonlar bor. Aroqchi Putinga AQSh bilan muzokaralarga nima to'sqinlik qilayotganini aytdi. Birlashgan Arab Amirliklari OPEC va OPEC Plus'dan chiqishini e'lon qildi. Global neft tizimiga katta zarba berildi. Sedanachi kompaniyasidan erkaklar uchun maxsus mahsulot. Prostamix erkaklar salomatligi uchun tabiiy yechim. Agar sizni prostata shamollashi, ichki diskomfort yoki turli noqulayliklar bezovta qilsa, unda Prostamix aynan siz uchun. Prostamix prostata faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi va jinsiy zaiflik kabi muammolardan butunlay qutulishga yordam beradi. Eng muhimi, natijasini birinchi haftadayoq sezasiz. Batafsil ma'lumot olish uchun 55lik kodi bilan 503 2200 raqamlariga sim qoqing. Keskin geosiyosiy signal: Eron AQShga qarshi yangi bosqichga tayyorlanmoqda. Eron AQSh bilan urush hali tugamagan deb hisoblaydi. Bu haqda 28-aprel kuni Eron armiyasi vakili Muhammad Akraminiya mamlakat televideniyasi efirida so'z ochdi. Hozirgi vaziyatga kelsak, biz urush tugadi deb hisoblamaganmiz. Biz uchun hozirgi holat hali ham harbiy vaziyatdir. Qadrli Eron xalqini ishontirib aytamanki, agar dushman yana tajovuz qilsa, u Eronning yangi vositalari, yangicha yondashuv va yangi sohalardagi javobi bilan to'qnash keladi, deydi u. Eron armiyasi vakili shuningdek amaldagi sulh vaqtida Tehron Eronga hujum qilingan taqdirda javob qaytarish uchun ehtimoliy nishonlar ro'yxatini yangilashga hamda qurol-yarog'larni ishlab chiqarish va yangilashga harakat qilganini tasdiqlagan. Ukraina asirga olingan Markaziy Osiyolik harbiylarni nega vataniga qaytarmayapti? Ukrainaning "Хочу жить" davlat loyihasi Rossiya tomonidan turib urushgan va asirga tushgan Markaziy Osiyo davlatlari fuqarolari bo'yicha tushuntirish berdi. Loyiha ushbu shaxslarni javobgarlikka tortish uchun o'z vataniga topshirish imkoniyatlari haqidagi savollarga javob qaytardi. Ta'kidlanishicha, Ukraina Jeneva konvensiyasi qoidalariga amal qiladi. Rossiya qurolli kuchlari tarkibida bo'lgan va asirga tushgan barcha xorijliklar harbiy asir maqomini oladi. Ular Rossiya fuqarolari bilan birgalikda lagerlarda bir xil sharoitda saqlanadi. Loyiha izohida shunday deyiladi: Jeneva konvensiyalariga ko'ra, harbiy asirlarni ushlab turgan davlat ularni o'zi mansub bo'lgan davlatga qaytarishi shart. Bu aynan o'sha shaxslar tarkibida jang qilgan yoki asirga tushish vaqtida a'zosi bo'lgan davlat qurolli kuchlaridir. Xo'sh, nima uchun almashuv qiyin kechmoqda? Ukraina tomoni yollama askarlarni Rossiya asirligidagi ukrainalik himoyachilarga almashishga qarshi emas, biroq Rossiya xorijliklarni qaytarib olishdan manfaatdor ham emas. Ular birinchi navbatda o'z fuqarolarini olishga ustuvorlik bermoqda, deyiladi xabarda. Qo'shimcha qilinishicha, Ukraina uchun o'z harbiy asirlarini qaytarish xorijliklarni vatanida javobgarlikka tortishdan ko'ra muhimroq. Ukraina xalqaro gumanitar huquq normalariga amal qiladi. Rossiya armiyasining barcha asirga tushgan xizmatchilari fuqaroligidan qat'iy nazar jangchi deb hisoblanadi. Bu ularni ukrainalik asirlarni qaytarish uchun almashuv jarayoniga kiritish imkonini beradi. Donald Trump keskin bayonot berdi. Eron qulash holatida ekanini tan oldi. AQShdan Hormuz bo'g'ozini ochishni so'ramoqda. AQSh prezidenti Donald Trampning ma'lum qilishicha, Eron Qo'shma Shtatlarga mamlakat ichki siyosiy va iqtisodiy bosimlar sabab qulash holatida ekanini bildirgan. Tramp bu haqda o'zining Truth Social ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida bayonot berib, Tehron AQShdan Hormuz bo'g'ozi orqali kemalar harakatini tezlashtirishni so'raganini qayd etgan. Eron bizga hozirgina qulash holatida ekanini ma'lum qildi. Ular rahbariyat darajasida vaziyatni tartibga solishga urinayotgan bir paytda bizdan Hormuz bo'g'ozini imkon qadar tezroq ochishimizni so'ramoqda. Menimcha ular buni uddalaydi, deb yozgan Tramp. Ma'lumotlarga ko'ra, AQSh va Eron o'rtasidagi keskinlik fonida mintaqada dengiz tashuvlari bo'yicha cheklovlar kuchaygan. 28 fevraldagi operatsiyalardan so'ng Eronning neft eksporti hajmlari sezilarli darajada kamaygan. Shuningdek, 11-apreldan buyon tomonlar o'rtasida muzokaralar davom etayotgan bo'lsa-da, yadroviy dastur va xavfsizlik masalalaridagi kelishmovchiliklar sabab yakuniy kelishuvga erishilmagan. Kim Chen In Ukrainadagi koreys askarlariga dahshatli buyruq berdi. Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In rossiyalik harbiylar safida Ukrainaga qarshi urushayotgan koreys askarlari uchun maxsus siyosatni tasdiqladi. Unga ko'ra, askarlar asirga tushmaslik uchun jang maydonida o'z joniga qasd qilishi shart. Bu haqda Bloomberg xabar berdi.
Pxenyanda urushda halok bo'lgan Shimoliy koreyaliklar xotirasiga bag'ishlangan yodgorlik ochildi. Marosimda nutq so'zlagan Kim Chen In o'zini portlatgan askarlar haqida 2 marta to'xtalib o'tdi. Kim Chen In halok bo'lganlarning oila a'zolari va Rossiya rasmiylari oldida shunday dedi: "Buyuk sharafni himoya qilish uchun ikkilanmasdan o'zini portlatishni va xudkushlikni tanlagan qahramonlar tahsinga loyiq. Ular katta jasorat ko'rsatgan bo'lsalar ham, evaziga hech narsa kutmadi. Ular qahramonlardek halok bo'ldi." Ukraina asirga olingan Shimoliy koreyalik askarlar haqida ma'lumot bergandi. Bu ma'lumotlar Ukraina razvedkasi va asirga tushgan bir askarning so'zlariga asoslangan. Ularga ko'ra, asir tushmaslik uchun harbiylarga o'zini o'ldirish buyurilgan. Kim Chen Inning bu haftadagi bayonoti ushbu xabarlarni tasdiqladi. Ekspertlar Shimoliy Koreya armiyasining Rossiya safida haqiqiy jangovar tajriba orttirayotganidan xavotirda. Aprel oyi boshida Pxenyan bir necha Hwasong-11, KN-23 va KN-24 nomi bilan ham tanilgan raketalarni sinovdan o'tkazganini ma'lum qildi. Ukraina tomonining ta'kidlashicha, Pxenyan ushbu turdagi raketalarni Kiyevga qarshi urushda foydalanish uchun Moskvaga yetkazib bermoqda. Malida rossiyalik askarlar isyonchilar bilan to'qnashdi, qurbonlar bor. Rossiya Mudofaa vazirligi tarkibiga kiruvchi Afrika korpusi harbiy xizmatchilari orasida Malidagi isyonchilar bilan to'qnashuvdan keyin halok bo'lganlar bor. Bu haqda Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Georgiy Boriskinoga tayanib RBK xabar bergan. Borisenkoning so'zlariga ko'ra, isyonchilar tomonidan Malining Kidal shahri egallab olinishi katta muammo tug'dirmoqda. Elchining xabarlariga ko'ra, Bamakoning Mali poytaxti o'zida kechagi holatga ko'ra vaziyat tinch edi. Shunga qaramay, mamlakatning ba'zi hududlarida qurolli to'qnashuvlar davom etmoqda, deydi Borisenko. Ma'lumot uchun, joriy yilning 25-aprel kuni Jamoat Nusrat al-Islom val Muslimin Al-Qoida bilan aloqador jangarilar FLA isyonchalari guruhi jangchilari bilan birgalikda Malidagi harbiy va hukumat obyektlariga hujum qilgan. Hujum oqibatida mudofaa vaziri Sadio Kamara halok bo'lgan. Aroqchi Putinga AQSh bilan muzokaralarga nima to'sqinlik qilayotganini aytdi. Eron va AQSh o'rtasidagi diplomatik jarayonni bir necha omillar sekinlashtirmoqda. Bu haqda Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashuvda ma'lum qildi. Uning so'zlarini Eron tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati keltirdi. AQShning davom etayotgan buzg'unchi odatlari, ayniqsa asossiz talablardagi qat'iyat, pozitsiyalarning tez-tez o'zgarishi, tahdidli ritorika va majburiyatlarning doimiy buzilishi diplomatiyaning rivojlanishini sekinlashtirmoqda, deyiladi xabarda. Ta'kidlanishicha, Tehron Amerikaning sanksiyalar va iqtisodiy bosimga moyilligi, shuningdek Eron savdo kemalariga qarshi dengiz qaroqchiligining davom etayotganini hisobga olgan holda AQSh bilan muzokaralarni davom ettirish etmasligi haqida qaror qabul qiladi. Eron tashqi ishlar vaziri ba'zi mamlakatlarning AQSh qonunbuzarligi va tajovuziga yo'l qo'yishi va ikki tomonlama standartlarning oqibatlari butun xalqaro hamjamiyatga ta'sir qilishini ta'kidladi. Birlashgan Arab Amirliklari keskin qaror qabul qildi. Birlashgan Arab Amirliklari OPEC va OPEC Plus'dan chiqishni e'lon qildi. Global neft tizimiga katta zarba berildi. Birlashgan Arab Amirliklari 28-aprel kuni neft eksport qiluvchi davlatlar tashkiloti OPECdan chiqishni ma'lum qildi. Qaror Eron atrofidagi urush sababli yuzaga kelgan mislsiz energetik inqiroz fonida Fors ko'rfazi davlatlari o'rtasidagi kelishmovchiliklar namoyon bo'layotgan bir vaqtda tashkilot uchun jiddiy zarba bo'ldi, deya xabar berdi Reuters. Tashkilotning uzoq yillik a'zosi bo'lgan Birlashgan Arab Amirliklarining ketishi neft ishlab chiqaruvchilar guruhini sezilarli darajada kuchsizlantirishi mumkin. OPEC shu vaqtgacha geosiyosiy nizolar va ishlab chiqarish kvotalari bo'yicha ichki ziddiyatlarga qaramay birdamlikni saqlashga harakat qilib kelayotgandi. Birlashgan Arab Amirliklari energetika vaziri Suhayl Muhammad Al-Manzuli Reuters agentligiga bergan intervyusida ushbu qaror mamlakatning energetika strategiyalarini sinchiklab ko'rib chiqilgach qabul qilinganini aytdi. Bu siyosiy qaror bo'lib, joriy va kelajakdagi ishlab chiqarish hajmlari tahlili asosida qabul qilindi. Birlashgan Arab Amirliklari bu masalada tashkilotning amaldagi yetakchisi Saudiya Arabistoni yoki boshqa biror davlat bilan maslahatlashmadi, deydi u. Ushbu e'londan so'ng neft narxlaridagi o'sish biroz pasaydi. Birlashgan Arab Amirliklarining tashkilotni tark etishi AQSh prezidenti Donald Tramp uchun g'alaba sifatida ko'rilmoqda. Tramp 2018-yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasida so'zlagan nutqida OPECning neft narxini sun'iy oshirib, dunyoning qolgan qismini ishlayotganlikda aybladi. Tramp shuningdek AQShning harbiy yordamini neft narxlariga bog'lab, Fors ko'rfazi davlatlarini Washington himoyasidan foydalanib yuqori narxlar orqali ekspluatatsiya qilishda ayblagan. Birlashgan Arab Amirliklarining bu qarori mamlakat prezidenti maslahatchisi Anvar Gargashning tanqidiy chiqishidan so'ng yangradi. U 27-aprel kuni Fors ko'rfazi davlatlarining Eron hujumlariga qaytargan javobini tanqid qilgandi. Sizga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz hozircha mana shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang. Salomat bo'ling.